Farhod akaning uylari. Akamiz yangi qulayotgan uylarini ko'rishga keldik. Farhod aka, nimaga unaqa baland uy qurgansiz aka? Endi bizlar 4 inog'amiz. 4 aka-uka. 4 aka-ukamiz. Har qaysimiz bir manzil. Ha, har birlaringiz bittadan qavatda, etajda. Birinchi qavatda kim turadi? Birinchi bir ukam bor, onam bilan. Ha, onangiz bilan ukangiz turadilar. Birinchi qavatda. Ikkinchi qavatda-chi? Bir uka degan bor. Sonra uchinchiga katta akam. Ikkinchi qavatda ham ukalar. Uchinchi etajda katta akangiz. O'zingizchi? To'rtinchi bilan balandi bor. Mansard. Tepasi mansarddan bo'ladi? To'rtinchi etajda. Nimaga o'zingizni uyingizga deraza qo'ymadingiz? Ish bor, maqsad mayda-mayda. Ha, hali ishlar bormi? Ishlar bor. Aka, bu yerda hamma shunaqa tadbirkorlar baland uylar quradimi yoki kim xohlasami? Har kim xohlasa baland, har kim xohlasa pastroq maqsad bor. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin hovlingiz. Menga juda ham yoqdi, chiroyli, shinam. Hozirgi zamon talabiga to'g'ri keladigan fasollari ham chiroyli. Xudo xolisa to'ylar qilsangiz kelamiz aka. Inshaalloh. Keldingiz, yangam bilan keling, men baxtlar joy bor, joy katta joy bor. Rahmat inshaalloh, rahmat aka. Bu akam uylarining mehmonxonasi ekan, podvalda. Hali imorat qurilish jarayonida ekan. Mana bu toshlar qanaqa chiroyli. Shu uyni tepasiga mansardiga chiqdik. Mansard ko'rinishi hali chala tayyor holatda.